birinchi yo'lak yuk avtomobil uchun mo'ljal. Qayerga ketyapsiz? To'xtang. Xuddi mana shu holatda ko'pchilik C toifasida ikkinchi yo'lakka kirib ketib, -100 ballonlik imtihonlardan yiqilib qolishi mumkin. Hozir sizlarga o'tkir burchakli xavfli burilish, ya'ni 90 graduslik mashqni C toifasi, ya'ni yuk avtomobilda to'g'ri bajarishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Uchinchi mashq, ya'ni estakada mashqini tugatganimizdan keyin CD yo'lagi, ya'ni yuk avtomobili yo'lagidan ikkinchi palasida yurib kelamiz va doim belgilarga e'tibor berib yuring. Mana belgilada yuk avtomobili, ya'ni yuk mashinasi birinchi burilishga kiradi deyapti. Ko'pchilik mana shu yerda chalib qoladi. Yengil avtomobil to'g'riga yur, ikkinchi palasa saniki deyapti belgilar. Xuddi shu holatda yurib boramiz. Demak, burilish jarayonida yelkamiz ushbu burchaga to'g'ri kelganda rulni oxirigacha chapga burib olamiz va avtomobil yo'lakka to'g'ri bo'lganda rulni yana qaytaramiz. Xuddi shu holatda chap tomonga yana qaytaramiz. Mana yelkamiz mana shu burchaga to'g'ri keldi, rulni aylantiramiz chap tomonga oxirigacha. Yaxshilab e'tibor beringlar, chiziqlarni bosmasdan harakatlanyapti. Endi o'ng tomonga ham xuddi shu holat. Mana yelkamiz o'ng burchaga to'g'ri kelganda rulni oxirigacha burib olamiz va burilganda chiziqlarni bosmasdan to'g'ri harakatlanadi avtomobil. Xohlagan burilishingizda ham xuddi shu holatda chiqib ketsangiz bo'ladi. Chap tomongami, o'ng tomongami farqi yo'q. Mana o'ng tomonga burilmoqchi bo'lsangiz, mana shu burchaga yelkamiz to'g'ri keldi va rulni o'ng tomonga burib, chorrahaga kirib kelyapmiz. Shu va shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun saytimizga albatta obuna bo'ling va videoga like bosing. Parvoz avtomaktabiga keling, sizni ham amaliy imtihonlarga tayyorlab, bir urinishda amaliy imtihonlardan o'tishingizni kafolatlaymiz. Parvoz har doim natija bilan gapiradi.